jonli kitob. Hikoyalarimizni to'liq va qismlarini oldindan tinglamoqchimisiz? Barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Jonli kitob Telegram kanaliga a'zo bo'ling va barcha yangiliklardan oldinroq xabardor bo'ling. Garol. Muallif Saida Aziz. Tursunoy, Mabrura, kim bor? Ayol imorat yonidagi rangi ketgan, ammo butun stulga cho'kdi. Ichkaridan hozir degan ovoz keldi. Shahzod yana hovli tomonga nazar soldi. Hovli etagida 4 ta tunukanni birlashtirib hojatxona qilib qo'yilgandi. Shahzod yana hovli tomonga nazar soldi. Hovli etagida 4 ta tunukanni birlashtirib hojatxona qilib qo'yilgandi. Kim? Ochiq eshikdan Mabrura mo'raladi. Solixa xola va boyagi yigitni ko'rib rangi o'chdi. Kelinglar, dedi past ovozda. Ha, Mabrura, yaxshimisan qizim? Mabrura ikki pog'ona zinadan tushib xola bilan ko'rishdi. Yigitga yov qarash qilib qo'ydi. Oying yaxshimi? O'g'ling, o'zing yuribsanmi? Rahmat, yaxshi. Yana yigitga bir qarab qo'ydi ayol. Onang ko'rinmaydi? Akamning qizi bilan bozorga chiqib ketishgandi. Nima gap? Biroz hadiksirab savol berdi Mabrura. Hech gap yo'q. Manavi yigit hokimiyatdan kelibdi. Seni so'radi. Ehsoni bor ekan. Ol qo'lidan. Ko'ygandek gapirdi Solixa xola Shahzodning qo'liga bir qarab qo'yib. Yaxshimisiz? Kam bo'lsa ham, uzatdi yigit hijolatli ohangda. Rahmat, ovora bo'libsiz. U yigit bergan ehsondan xursandmidi yo istamadimi, sezish qiyin edi. Alloh dargohida qabul qilsin de. Ovora bo'psiz deganing nimasi? Yana koyida xola. Mabrura indamadi. So'ng o'rnidan turdi. Bo'pti, biz boraylik. Yur o'g'lim, meni uyimga tashlab qo'y. O'tiring, dedi Mabrura xolaga mulozamat qilib. Ayol bosh chayqadi. Hali uyimga kirganim yo'q. Boray. Ertalab Dononing aqiqasiga borgandim. Onang ko'rinmadi? Ha, ketgan ekanda. Solixa xola gapirgancha taxta darvoza tomon yurdi. Shahzod Mabrura bilan gaplashmoqchi edi. Uning o'zidan hayot tarzini bilmoqchi bo'lgandi. Biroq Solixa xolaga va'da bergan yodiga tushib, indamay uning ortidan chiqdi. Xolani tashlab kelib, yana qaytishga qaror qildi. Azizaxon va Dilbar issiqqina hasbni birgalikda suzib, dasturxonga o'tirishdi. Kelinchak choy quyib uzatdi. Keling, o'zizam, dedi Azizaxon kelinchakka kulib boqarkan. Nozima jilmaydi. Yoqimli ishtaha, men keyinroq yeyman, dedi past ovozda. Dilbar bosh irg'ab qo'ygach, ulardan uzoqlashdi. Ol, bu yoshlar hasb degan taomni yoqtirishmaydi. Jahongiram yemaydi shahzodingga o'xshab. Nimasini aytasan? Qizlarim ham unchalik suyishmaydi. Laziza birozgina yeb ko'rmasa, Nargiza bilan Shahzod 2 metr naridan ketishadi. Ularga hozirgi turetskiy taomlar bo'lsa. Dugonalar taomni huzur bilan yeya boshlashdi. Azizaxon qo'lini sochiq qartarkan, atrofga qarab qo'ydi. Jasur yaxshimi? Xonasidanmi? Dilbar xo'rsindi. Yo'q, sanatoriyada. To'ydan oldin dadasi bilan birga tashlab kelgandik. Tog'dagi sanatoriyaga. To'ylarni o'tkazib, keyin olib kelamiz dedik. Dedi Dilbar ham qo'lini sochiq qartarkan. O'zimiz bilan ovora bo'lib, uni esimizdan chiqarib qo'yishimiz mumkin edi. Kelin biladimi? Yo, xabari yo'qmi? So'radi Aziza ovozini biroz pastlab. Menimcha biladi. Jahongir aytgan. Dugona ham past ovozda javob qildi. Lekin kelining oydekkina ekan. Odobi ham chiroyli. Bekorga o'g'ling 2 oyog'ini bir etiga tiqib, shuni olaman demaganini tushundim. Ilohim, baxtli bo'lishsin, dedi Aziza kulimsirab. Dilbar bosh irg'ab qo'ydi. Men qilaman 30, xudo qilar 9 degani shu-da o'rtoq. Oho, kimlarning qizni ko'z ostimga olmagandim. Dadasiga ham kimlar taklif bermagan deysan. Boshqa ilojim qolmadi.
u desam bu desam ham ko'nmadi. Ko'z tegmasin, hozircha yaxshi. Ishqilib qaynonalik qilmayapsanmi? Sinovchan tikildi Azizaxon. Voy, endi bir kun bo'ldi-ku, qanaqa qaynonalik? Uydagilari qovurdoq olib kelamiz degandek qilgandi. Rad etdim. Ovora bo'lmanglar, uyda hamma narsa bor dedim. Keladiganlar to'yda kelib yeb ichib ketdi. Bo'ldi-da, o'g'lim bilan baxtli bo'lishsin. Ochig'i, avvaliga rozi emasdim. Ammo Jahongir shunday gapirdiki, yuragim o'rtanib ketdi. Men o'g'limni otasining davrida boyvachcha bo'lib yuribdi desam, u ancha ulg'ayib qolgan ekan. Dilbarxon dugonasining bo'shagan piyolasiga choy quygancha gapirdi. Azizaxonning ich qizidi. Jahongir nima dedi? O'zim suymagan qiz bilan bir umr baxtsiz yashashim kerakmi? Yo, o'zim yoqtirgan bilan baxtli bo'lganim kerakmi sizga dedi. Bu gaplarni shablon gaplar degandim. O'zi ishlayotgan shifoxonaga olib bordi. Oyi, odamlar o'lib ketishyapti. Ular hatto baxt nimaligini his qilishmagan. Iltimos, meni shu hisdan mahrum qilmang dedi. Xullas, ko'ndirdi-da. Azizaning ko'zlari yoshlandi. Dilbar unga bir qarab qo'yarkan, labini tishladi. Voy, Aziz, uzr o'rtoqjon, ming bor uzr. Uzr so'rama. O'g'ling to'g'ri aytibdi. Ilohim baxtli bo'lsin. deya yuziga tomgan tomchilarni artib qo'ydi. Borliqqa oqshom cho'kayotgan fursatlarda Shahzod shahar markazidagi favoralari atrofga suv o'tayotgan kafeda o'ylanib o'tirardi. Yigit bugun ko'rganlarini va eshitganlarini hamon miyasiga sig'dira olmasdi. U shu kungacha bunday muhitni, makonni ko'rmagan. Ofitsiant olib kelgan amerikano achchiq qahvasidan ho'plarkan, bugun o'tkazganlarini qayta eslay boshladi. Solixa xolani uyiga tashlab yana ortiga qaytdi. Yana o'sha taxta eshikni ohista chertdi. Qalbida qandaydir rahmmi, achinishmi paydo bo'lgandi. Bir bechora ayolning yashash tarzi uning hayot haqidagi xayollarini chalkashtirib yuborgandi. Eshikni bir necha marta taqillatgandan so'ng ichkaridan Mabrura ovoz berib chiqdi. Ostonadagi boyagi yigitni ko'rgan Mabruraning ko'zlarida yana qo'rquv zohir bo'ldi. Darrov eshigini yopishga urindi. To'xtang opa, yopmang, sizga yordam bermoqchiman, dedi Shahzod jon holatda eshikni tutib. Keting, menga yordam kerak emas. Nega menga yopishib oldingiz? Ana, boshqalarnikiga boring, deya eshikni ichkaridan itardi ayol. Opa, niyatim yaxshi. Xudo haqqi, sizga yordam berish uchun keldim. Sizdan hech narsa kerak emas, dedi yigit hamon o'sha alpozda. Mabrura eshikni qo'yib yubordi. Ochdi. Yigitga qisiq ko'zlar bilan tikildi. Qanday yordam berasiz? Uy qurib berasizmi? Yo ish topib berasizmi? Qo'lingizdan nima keladi? Shahzod bu savollardan talmovsirab qoldi. Chindan ham nima qila oladi? Faqat pul bilan yordam berishi mumkin xolos. Boshqa nima ham qilardi? Hozircha bilmayman, ammo siz uchun albatta bir ish topaman. Nega? Ko'zlarida yosh bilan savol berdi Mabrura. Nega menga yordam bermoqchisiz? Menga o'z tug'ishgan akam ham ko'mak berishni istamaydi. Hatto suvdan bermaydi. Men o'g'lim bilan mahallaning boshidan suv tashib kelaman. Mendan nima foyda olasiz? Nega hey yo'q be yo'q yordam bergingiz kelyapti? Yo, o'g'limni o'g'irlab ketmoqchiligingizni bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Shahzod uning so'nggi savolidan hang-mang bo'lib qoldi. O'g'lini o'g'irlashdan qo'rqyaptimi? Yo'q, o'g'lingizni nima qilaman? Dedi soddalik bilan. Shunchaki siz ham chiroyli, to'kin yashashga haqlisiz-ku. Shuning uchun yordam bermoqchiman. Yigit mashinasi eshigini ochdi. Mashina yon tarafidagi qutidan bir dasta 100 minglikni olib ayolga uzatdi. Opa, mana shuni ishlatib turing. Faqat karton, baklashka termang, xo'pmi? Siz ham ayolsiz, dedi. Mabrura pulni olishni ham, olmasligini ham bilmay Shahzodga qaradi. Olavering, chin ko'ngildan. Rahmat, degancha pulni oldi ayol. Shahzod mashinasiga o'tirarkan, u bilan xayrlashdi. Sog' bo'ling, yana kelaman.
Ayni damda o'sha holatni eslarkan, ayolga qanday yordam berishni o'ylay boshladi. Kim bilan maslahat qilsa bo'ladi? Ota-onasimi yo do'stlarimi? Qaysi do'sti? Diyor bilib qolmasligi kerak. Aks holda garovni eslatib mazax qilishi aniq. Jahongir bilan gaplashishga qaror qildi. Ertalab xabarlasharman, dedi o'ziga o'zi. Telefoni jarang sochdi. Onasi. Shahzod, qayerdasan bolam? Kafedaman. Qachon kelasan uyga? Biror soatlarda boraman, degancha xayrlashib aloqani uzdi. Sen yo'lni o'zgartirishga ming urinma. Baribir qismating seni tortqilab ketaveradi. Yo'q, hech qachon degan yo'llarga yo'ling tushadi. Istamagan qiyofalar bilan yuzlashasan. Neki taqdir bitigida bitilgan bo'lsa, ko'rishingga to'g'ri keladi. Shahzod uyga kirib kelganida uyga yaqin masjiddan xufton namoziga azon aytilayotgandi. Darvozaxonaga mashinani olib kirdi. Hovlidagi tebratma kursida onasi o'ychan o'tirardi. Mashinaning kirganini sezgan ona u tomonga nazar tashladi. Shahzod bir muddat ulovdan tushmadi. Azizaxon hayron bo'ldi. Sekin o'rnidan turdi. Shahzod ovozni balandlab o'g'lini chaqirdi. Shahzod onasi tomonga bir qarab qo'ydi-da, mashina eshigini ochdi. Assalomu alaykum, dedi tushar tushmay. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Mashinadan tushay demaysan? Xavotirlanib so'radi ayol. Shahzod bosh chayqadi. Hech gap yo'q, oyi. Yaxshi o'tiribsizmi? Yigit onasining yoniga kelib quchoqladi. Azizaxon o'g'lining mana shu e'tiboridan doim ko'ngli ko'tariladi. Allohga shukr, o'tiribman. Dilbar xolaynikiga borib keldim. Shahzod onasining yonidagi ikkinchi tebratma kursiga cho'karkan jilmaydi. Yo'q, kecha to'yda ko'rishgandingiz-ku. Darrov dugonangizni sog'inib qoldingizmi? Kelinini ko'rgim keldi. Ochiq gapirdi ona o'g'lining ko'zlariga tikilib. Shahzod bosh qimirlatib kulib qo'ydi. Chillaxonada men ham duo qilib keldim. Tezroq kelin tushiray deb. Ona oxirgi gapiga atayin urg'u berib aytdi. Oyi, hali yoshman-ku. Onasining jig'iga tegish uchun doimiy gaplarni gapirdi yigit. Azizaxon shu jumlalarni yoqtirmaydi. Nima yosh? 23 ga kiryapsan-ku. Mana, o'rtog'ing Jahongir ham uylandi. Yana qancha sen tengilar ikkitalab farzand ko'rishdi. Sen esa rostmana o'pkalandi ona ko'zlariga yosh to'lib. Har gal shunday deysan. Biror ko'ngil qo'yganing bo'lsa, ayt, boray. Yo'q bo'lsa, o'zim topay. O'qish deding, keyin biznes ochaman deding. Xo'p dedik. Endi nimani bahona qilasan? Shahzod yana kulimsiradi. Onasining yelkasi osha quchoqladi. Voy, oyi, yig'lamay. Nasib qilgan paytda bo'ladi-da. Yuribman mazza qilib. Ertaga olaxurjunni bo'ynimga olsam, bunday yurishlar qayoqda? Bolam, men ham g'animatman. To'yingni, bolalaringni ko'rib qolay deyapman. Onaning oxirgi so'zlari titrab chiqdi. Shahzod onasining yuzidagi jiddiy ifodani ko'rib, yana hazilga burdi. Oyi, unday demang. Hali ko'p yashaysiz. Menga yana ozroq muhlat bering. Agar topolmasam, mayli, siz topgan qizga uylanaman. Azizaxonning ko'zlarida yog'du taraldi. Muhlat deganing nimasi? Qancha vaqt kerak? 1 oy. Shu 1 oy ichida qiladigan ishim bor. O'shani amalga oshirib olay. Keyin nima desangiz roziman. Azizaxonning chiroyi ochildi. Tabassum qildi. Bugundan vaqt ketdi. Qara lekin, 1 oydan so'ng bo'lajak kelin bilan uchrashuvga chiqasan. Xo'p, dedi yigit o'rnidan turarkan. Onasining peshonasidan o'pdi. Men yuvinib chiqay, deya xonasi tomon yo'naldi. Azizaxon o'g'lining ortidan qararkan, xo'rsinib qo'ydi. Qalbi tubidagi og'riqni, vujudini o'rtayotgan dardni aytolmadi. Shahzod xonasiga kirarkan, hamon bugungi manzara ko'z o'ngidan ketmasdi. Xaroba uy, bechora ayol. O'zining hashamatli va keng xonasiga nazar tashladi. Oynalari katta va yorug' xona. Alohida yuvinish xonasi qo'shilgan. Garderob ham yonidagi xonaga ulangan. Komod oynasidagi aksiga tikilarkan, ichini tirnayotgan og'riqni yuzida ham namoyon bo'lganini sezdi.
Bu nimaligini hamon anglolmasdi. Ayolga achinayaptimi yo unga yordam bermoqchiligidan faxrlanyaptimi? Bu rahmmi yo kibrmi? Sekin turfa kiyimlari ilingan xonaga qadam tashladi. Xorijdagi do'konlardan xarid qilgan ko'ylaklar, kostyumlar, kurtkalar, turli rangdagi oyoq kiyimlar, qimmatbaho qo'l soatlari. Allohim, nega menga o'sha manzarani ko'rsatding? Ichida uyg'ongan savolga javob topolmasdi. Avvaliga do'stlari bilan shunchaki o'ynagan garovi uning ko'nglidagi hislarni parokanda qilib yuborishi xayoliga kelmagandi. Shahzod kiyimlarini almashtirib o'rniga cho'zildi. Yuvinish xonasiga kirgisi kelmadi. Yostiqni quchoqladi. Ko'zlarini yumdi. Yana o'sha uy tasvirlandi. Qulog'i ostida "Nega menga yordam bermoqchisiz?" degan savol takrorlandi. Shunchaki o'yin sifatida qaragan jarayoni qalbiga bu qadar og'irlik solishini o'ylab ko'rmagandi. Boshi qotdi. Ayolga ozor bermagan holda qanday yordam berishi mumkin? Miyasi g'ovlandi. Ammo tayinli javob kelmadi. Mabrura yigit tashlab ketgan pulni ichkariga olib kirdi. Ikki xonasi qurib bitkazilgan uyning patalogi va poli ham qoqilmagandi. Tosh yo'lakka arzon palos solib qo'yishgan. Ustidan ko'rpacha to'shalgandi. Ko'rpacha yonida esa kichik xontaxta. Ayol pulni xontaxta ustiga qo'yarkan, hayroni lol edi. Ikkinchi xonadan o'g'li yugurib chiqdi. Aya, ketdimi? Mabrura bosh irg'adi. Xontaxta ustidagi pulni ko'rib, bolakayning ko'zlari katta ochildi. Pulmi? Aya, bu pul bizgami? Mabrura o'g'liga qarab siniq jilmaydi. Ha, bolam, bizga berishdi. Xontaxtaning chetida boyagina shahzod tutqazgan yeguliklar ham turardi. Kichkintoy shahzod paketlarni ochdi. Shirinliklardan birini ochib yeya boshladi. Aya, u odam yomon emas. Qarang, shuncha narsa olib kelibdi. Siz esa berkin deb meni yashirib qo'ydingiz. Qancha pul ekan? Bola bir qo'lida shirinlikni yegancha, ikkinchi qo'li bilan pulni o'zicha chamalab ko'rdi. Tegma, bolam, dedi Mabrura o'g'liga qarab. So'ng pulni oldida narigi uydagi sandiq ustiga yig'ilgan ko'rpalar orasiga tiqdi. Bu pulga nima qilamiz, aya? Soddalarcha savol berdi bola. Mabrura yelka qisdi. Shu paytgacha bunday ko'p pulni birdaniga ushlamagandi. Qanday taqsim qilishni ham bilmasdi. Boy odamlar pulini qanday ishlatarkan? Mening boshim qotib qoldi-ya, deb o'yladi ichida. Onasi kelsa, maslahat qilishga qaror qildi. Yigit tutqazgan narsalarni joylarkan, onasi va jiyani kirib kelishdi. Tursunoy xola issiqdan bo'g'riqib ketgandi. Yonida Charoz qo'lida ikkita to'la paketni ko'tarib ichkariga kirishdi. Hoy jonim-ey, saraton chiqqan bo'lsa ham issiq. Sovuq choying bormi? Bor, deya xontaxtada turgan bankadagi sovuq ko'k choyni uzatdi ayol. Onaxon yutoqib choyni ichdi. Nevarasiga uzatdi. Ma, Charoz, sen ham chanqading. Yo'q, ichmayman buvi. Men uyga boray. Ayam kutib o'tirgandir. deya qo'ldagilarni bir chetga qo'ydi qiz. Rahmat senga. Ilohim, baxting chiroyli bo'lsin, qizim. Duo qildi onaxon. Charoz xontaxta chetida turgan paketlarga ishora qildi. Bular nima, amma? Mabrura ularga bir qarab qo'ydi-da, ehson deb tashlab ketishdi. Shirinliklar bor ekan, ukalaringga olib chiq, degancha paketdagi shirinliklardan ola boshladi. Yo'q, kerakmas. Bilasiz-ku, ayam gapiradilar. Mayli, yaxshi o'tiringlar, degancha Charoz chiqib ketdi. Tursunoy xola nevara qizining ortidan duo qilib qoldi. Yaxshiyam shu bor ekan. Bo'lmasa, o'zimning mazam qochib qolishi aniq edi. Tursunoy xola shahzodga paketlarni yoniga olib kelishni buyurdi. So'ng birin-ketin ocha boshladi. Ichidan bolakay uchun atalgan oq ko'ylak, qora shimni oldi. Shahzod, ma bolam, bu senga. Hademay maktabga borasan. Shahzodning ko'zlari charaqladi. Yugurib buvisining qo'lidagi liboslarni olgancha ichkariga kirib ketdi. Hozir kiyib chiqaman. Buving o'rgilsin, kiya qol, dedi bolaning quvonchiga sherik bo'lib Tursunoy xola. Mabrura onasiga past ovozda gapirdi. Aya, ovora bo'lib nima qilardingiz? Axir nafaqangiz dorilaringizga ketadi.
Dorilarimga pul topilar. Hozircha bor-ku. Juda bo'lmasa, akangga aytaman. Degancha yana paketni titkilab, ko'ylak olib uzatdi. Ma, bunisi senga. Olim tog'angning to'yiga kiyasan. Yanagi hafta o'g'il uylaydi-ku. Mabrura onasiga qarab siniq jilmaydi. Rahmat. O'zimga o'lchab oldim. O'lchamimiz bir xil-ku. Men ovqatga unay. Nima yeysiz? Deb so'radi onasidan. Non palov qila qol. Yog'ning tagi ko'rinib qolgan-deya. O'tgan kuni akang olib kelgan oshning tagida qolgan yog'ni bankachaga ko'tarib qo'ygandim. O'shanga qila qol. Dedi onaizor qizini avaylab gapirarkan. Mabrura bosh chayqadi. Yog' bor ayi. Bir xotamtoy yog', guruch, makaron, shunga o'xshash bir dunyo xarajat tashlab ketdi. Voy, baraka topsin. Alloh biriga ming bersin o'sha xotamtoyni. Unda yumshoqroq qilib makaron qovura qol. Mabrura onasiga xo'p degancha oshxona tomon odimladi. Ovqat qilayotganda ham, suzayotganda ham, idish yuvayotganda ham o'y xayoli yigit tashlab ketgan pulni nima qilish bilan band bo'ldi. Sanab ham ko'rmadi. Qancha ekan? Nimaga yetarkan? 1 millionmikin yo undan ko'pmi? Mabrura sog'lig'i tufayli maktabda yaxshi o'qimagandi. O'ziga yetadigan summani hisoblay olardi xolos. Ammo shu vaqtgacha qo'li bir dasta pulni ushlamagandi. Bir dasta pulda qancha so'm bo'lishini taxmin ham qila olmayotgandi. Tun samo dengizida yarim oy suzib yuribdi. Borliq uyquda. Yarim tunda Shahzod qo'rqinchli tushlardan uyg'onib ketdi. Suv bo'lib terlabdi. O'tirib oldi. Atrofga qaradi. Xonasida ekanini bilib, ko'ngli xotirjam bo'ldi. Yuragi gupillab urayotgandi. O'rnidan turib, tumbi ustida turgan grafindan stakanga suv quyib ichdi. Odam bo'yi baravar panorama derazaning bir tavaqasini ochdi. Ichkariga muzdek havo urildi. Hovliga nazar tashladi. Jimjit. Yozning navbatdagi tuni o'tib borardi. Osmonda esa hali to'lin bo'lishga ulgurmagan oy olam uzra boqib turardi. Oyog'iga shippagini kiyib xonasidan chiqdi. Hovlidagi tebratma kursida biroz tin olishni istadi. Tashqarida yengil shabada yuziga urildi. Sukunat. Hovlidagi chiroqlar oppoq nur taratib turardi. Yigit ota-onasining chirog'i yoqig'ligiga e'tibor qildi. Uxlashmabdimi? Nimadir bo'ldimikin? O'ylandi. U hamon boyagina ko'rgan dahshatli tush ta'siridan chiqib keta olmayotgandi. Shuda uning o'zi chiqindixonada o'tirganmish. Chiqindilarni ajratayotgan emish. Atrofida do'stlari ustidan kularmish. Birdaniga onasi paydo bo'ldi. Onasiga talpinganda ayolning yuzi qorayib ketganini ko'rdi. Qo'rqib ortga chekindi. Ortida turgan Mabruraga urilib ketdi. Mabrura esa unga qarab jilmayarmish. Yigit ikki qo'li bilan yuzini ishqaladi. Yaxshilikka bo'lsin, deb pichirlab qo'ydi. Yana ota-onasining xobgohiga nazar soldi. Hamon chiroq o'chmagandi. Yuragiga xavotir o'rmaladi. Onasining yuzi qoraygani yodiga tushdi. O'rnidan turib, xona tomon odimladi. Eshikni taqillatdi. Oyi, dada, tinchlikmi? Ichkaridan onasining ovozi eshitildi. Tinchlik bolam, uxlayver. Birozdan so'ng otasi chiqib keldi. Oyim yaxshimilar? Shuhrat aka ko'zini olib qochdi. Bosh irg'adi. Yaxshi, nega uxlamayapsan? Yomon tush ko'rib uyg'onib ketdim. Qarasam chirog'ingiz o'chmagan. Shunga xavotir bo'lib. Gapini tugata olmadi. Shuhrat aka o'g'lining yelkasiga qo'lini qo'ydi. Xavotir bo'lma, bor, damingni ol, dedi allaqanday tushunarsiz ohangda. Yigit otasiga yana bir qarab qo'yib, xonasiga kirdi. Shuhrat aka chuqur xo'rsindi. Ichkariga qaytib kirdi. Azizaxon yuzi oppoq tusga kirgan. Og'riqdanmi, biroz ko'zi qisilgan holda yotardi. Ahvoling yaxshimi? So'radi Shuhrat aka xotinidan. Bilib qolmadimi? Dedi xasta ovozda. Erkak bosh chayqadi. Yo'q, lekin aytish kerak unga. Aziza, qachongacha yashirib yurasan? Axir bu saraton, u bilan hazillashib bo'lmaydi. Dadasi, iltimos, hozir emas. Ko'zlarida yosh paydo bo'ldi onaning. U cho'kib qoladi. Men o'g'limning sinib qolishini istamayman. Davolanyapman-ku. Yaxshi bo'lib qolaman.
Shuhrat aka bosh qimirlatdi. Xafa bo'ladi bilsa. Uylansin. Keyin aytamiz. Bir oy muhlat so'radi. Bir oydan keyin uylanishga so'z berdi. Shuhrat aka indamadi. Chiroqni o'chirdi. Azizaxonning yoniga o'tirib, boshini siladi. Og'riq to'xtadimi? Ayolning ovozi eshitilmadi. Demak, uxlab qoldi. Erkak ham o'rnidan turib, baland derazadan tungi samoga ko'z tashladi. Yonida so'ligan guldek qovjirayotgan ayolga qanday yordam berishni o'ylardi. Chet elga borishsa, operatsiyani bemalol o'tkazishi mumkin edi. Ammo xotini ko'nmayapti. Shahzod uylangandan keyin deb turib olgan. O'g'li esa uning bu xastaligidan xabar ham yo'q. Erkak xo'rsingancha yana joyiga qaytdi. Shahzod uyg'onganida allaqachon tong otib bo'lgandi. Yuvinib kiyinib hovliga chiqdi. Dadasining mashinasi ko'rinmadi. Onasi esa har doimgi joyida o'ychan o'tirardi. O'g'il onasiga salom berib quchoqladi. Azizaxon holatini sezdirmaslik uchun yengil pardoz qilib olardi. Aks holda xasta qiyofasi uni sotib qo'yishdan cho'chirdi. Shahzod onasining bu ko'rinishiga ortiqcha e'tibor qilmasdi. Shu yoshgacha u volidasini hamisha pardozda yurganini ko'rgan. Bu uning nazarida odatiy hol edi. Ahvolingiz yaxshimi? Azizaxon jilmaydi. Yaxshi, xudoga shukr. Kechqurun ko'zim og'rigandi. Shunga dadangga dori quydirdim. Shahzod onasiga yalt etib qaradi. Ko'zlariga tikildi. Nega ko'zingiz og'riydi? Shamol tekkanmi yo doimiy kanslerda o'tirganimiz uchunmi? Hozir yaxshi. Oyi, ko'nglim sezibdi-da. Dadam hammasi yaxshi deganlariga. Shahzod kuyinib gapirdi. Yoningizga kirishga xijolat bo'ldim. Voy, mana yaxshiman. Ajoyibsan-ey. Bo'pti, seni turishingni kutib turgandim. Men ham ishga ketdim. O'rnidan turdi ayol. Stol ustida turgan sumkasini qo'liga oldi. Bo'pti, yaxshi ishlab kel. Abdurahmon ham tashqarida kutib turibdi. Shahzod o'rnidan turib onasini quchoqladi. Azizaxonning ko'zlari yoshlandi. Sezdirmaslikka urinib kulimsiradi. Yaxshi ishlang, oyi. Yoshini ko'rsatmaslik uchun ayol darrov qora ko'zoynakni taqib oldi. Asta qadam tashlab darvoza tomon yurdi. Shahzod soatiga bir qarab qo'ydi. 9dan oshibdi. Do'sti Jahongirning raqamini terdi. U ham uxlab yotibdi chog'i ha deganda javob bo'lmadi. Uylandim deb uxlab yotibdimi? To'ng'illab qo'ydi yigit. O'tirgan joyidan mashinasini pult bilan o't oldirdi. Mabrura darvozasi yoniga yig'ib qo'ygan qoplarni olib ketuvchi yigit Adhamga topshirdi. U ayolga 50 minglikni uzatdi. Ayol rahmat aytgancha eshigini yopdi. So'ng ichkariga kirdi. Ko'rpalar orasidagi bir dasta pulni oldi. Biroz qarab turdi. Ortidan kelgan onasini payqamay qoldi. Bu pul kimniki? Tursunoy xolaning savolidan cho'chib tushdi qizi. Mabrura onasiga o'girildi. Kechagi yigit berib ketgandi. Shuncha pulnimi? Ishonqiramadi ona. Yana pulga nigohini qaratdi. Qancha ekan o'zi? Bilmadim, sanamadim. To'xta, Shahzodga ayt, charosni chaqirsin. U sanab beradi. Keyin nima qilishni o'ylaymiz. Ish qilib aniq berdimi? O'g'irlab olmadingmi? Onasining ishonchsizligi ayolning qalbini bir tilib o'tdi. Aya, qachon pul o'g'irlaganimni ko'rgansiz? Aytdim qo'ydim-da. Yana militsiyalarni ergashtirib kelmasin uyimga. Tursunoy xola Shahzodni o'g'linikiga chiqarib yubordi. Bor, Charos opangni chaqirib kel. Buvimning ishi bor ekan, tez kelarkansiz degan. Bolakay bosh irg'ab, devor darmiyon qo'shni bo'lgan tog'asinikiga pildirab chiqib ketdi. Shahzod darvozaning kichik tabaqasini asta ochdi. Hovli anchagina katta edi. Sherzod singlisiga 2 sotix joyni belgilab, o'rtasidan devor tushirib, keyin uy ko'tarib bergandi. O'zining uyi esa o'rtamiyona bo'lsa-da, ammo barcha sharoitlar muhayyo edi. Sherzodning xotini Dilorom qaynisinglisi Mabrurani yoqtirmasdi. Beozor, yuvoshgina, jimgina o'z ishini qilib yuradigan, biroz tentak sifat qaynisingilni yomonlayverib, akaning ko'ziga yomon ko'rsatib qo'ygandi. Bu orada Mabrurani bir nogiron, notavon yigitga turmushga berdirib yubordi. Ammo eri o'lgach, qaynisingil qaytib keldi. Bu gal bir o'zi emas, qo'lida bolasi ham bor edi. Dilorom esa yana singling undoq, singling bundoq
deya Sherzodning qulog'ini tinchitmasdi. Sherzod qulog'im tinchsin deya o'sha yerni ajratib singlisini chiqarib yubordi. Onasi Tursunoy xola ham kelin bilan qolishni istamadi. Na o'g'il na kelin chiqib onasini qaytishga chorlashmadi. Mayli, o'zida ham o'g'il bor deb qo'yganda o'shanda Tursunoy xola. Bu uyda Mabrura va Tursunoy xolaga qayishadigan yagona inson Charos edi. Sherzod va Diloromning to'ng'ich qizi. Shu qizdan so'ng orada 7 yil farzand ko'rolmadi ayol. 7 yildan so'ng Ulug'begi tug'ildi. Dilorom yolg'iz o'g'lini papalab katta qilardi. Ayni paytda Charos 21 da. Ulug'bek 14 yoshdagi o'smir yigitga aylangan. Ammo onasi bilan kelisholmay qoladi. Shahzod hovliga kirganida Sherzod va Dilorom qovun yeb o'tirishardi. Bolakay qovunni ko'rib og'zining suvi oqdi. Bir bo'lak yegisi keldi. Ammo kelinoyisidan qo'rqdi. Yov qarash qilib, nima kerak deb so'ragandayoq past ovozda buvisi Charosni chaqirayotganini ma'lum qildi. Namuncha, kechayam chaqirgandi, bugun ham. Charos nima ularga? Tekin xizmatkormi? Aya, nima qipti? Bir ro'ga chiqib kelaman, dedi uy ichidan chiqqan Charos onasiga norozi qarab. Sherzod qizning holatini payqadi. Qo'yaver, onamning ishi bordir-da. Qop ketma, bora qol, dedi ota. Charos bosh irg'agancha Shahzodga qo'shilib hovlidan chiqdi. Bolalikda dunyo boshqacha ko'rinadi. Hammasi sof, samimiy, beg'ubor. Munosabatlarda ham poklik mavjud. Hatto o'zimiz ham boshqacha bo'lamiz. Ammo vaqt o'tishi bilan barchasi o'zgarib boradi. Xuddi mashinada ketayotib, oynasidan kuzatganingizda tasvirlar o'zgarib borgandek. Avvaliga hammasi hayrat uyg'otadi. Keyin esa Charos Shahzod bilan birga ketarkan, bolaning ko'zlari chaqnab, opasiga gapirib ketdi. Opachi, bilasizmi, kecha kim keldi? Charos hayron bo'lib, savol nazari bilan bolaga nigohini tikdi. Kim? Katta mashinada bir odam. Mashinasi juda katta, qop-qora ekan, oynalari ham qora. Charos ammavachasi kechagi ehson bergan kishini nazarda tutayotganini tushundi. Ha, uylarga narsalar olib kelgan odammi? Oldin u bizni domning yonida ko'rdi. O'tiringlar, olib borib qo'yaman degandi. Ayam ko'nmadi. Keyin ayam uni yomon kishi deb o'yladi. Boshqa tomonga ketdik. Lekin u yomonmas ekan. Bizga juda ko'p narsalar olib keldi. Keyinchi ayamga pul ham berib ketdi. Ko'p pul. Charos qoshini ko'tarib qo'ydi. Zo'r-ku. Opacha, menga mashinasi rosa yoqdi. Men ham katta bo'lsam, o'shanaqa mashina olaman. Sizni, buvimni, ayamni o'tkazib, aylantirib yuraman, dedi kichkintoy Shahzod beg'uborlik bilan. Uning soddalarcha qilayotgan niyatlaridan Charos zavqlanib ketdi. Bolaning sochlarini qo'li bilan silab qo'yarkan, niyatingga yetgan Shahzod, dedi. Hovli ichiga kirishdi. Hovlida hech kim ko'rinmadi. Odatda buvisi uni har doim hovlida kutib olardi. Charos hayron bo'lgancha uy ichiga kirdi. Buvi, amma, assalomu alaykum. Tursunoy xola va Mabrura xontaxta atrofida o'tirishardi. Tursunoy xola nevarasini ko'rib bir qimirlab qo'ydi. Alik oldi. Keldingmi? Ke, o'tir. Charos ularga yaqin o'tirdi. Tursunoy xola Shahzodga bir qaradi-da, bolam, bor, o'rtoqlaring bilan biroz o'ynab kel, deya bolani tashqariga chiqarib yubordi. Charos buvisi va ammasiga hayron boqdi. Ikkisining yuzida tushunarsiz qiyofa aks etib turardi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Buvi ko'rpacha tagidan bir dasta 100 minglikni olib, xontaxta ustiga qo'ydi. Shuni sanachi. Charos pulni ko'rib ajablanmadi. Shahzod aytgan gap esiga keldi. Xo'p degancha pulni sanadi. Qancha? So'radi onaxon nevarasiga umidli boqarkan. 10 million, dedi Charos. Tursunoy xolaning ko'zlari katta ochildi. Mabruraga qaradi. Mabrura ham buncha pulni eshitib hayratlandi. Qaysi boyning o'g'li ekan-a, shuncha pulni tutqazib ketgan, dedi Tursunoy xola qiziga qarab. Aytdim-ku, aya, nega ishonmaysiz? Buvi, kimdir katta ehson qilgisi kelgandir-da. Mayli, duo qilib qo'ying. Keyin bu pulni bekiting yoki biror zarur ehtiyojingizga ishlating, dedi Charos bilag'onlik bilan. Charos maktabda a'lo baholarga o'qigan, kitobsevar qiz edi. Maktabni bitirib, oliy ta'limning sirtqi bo'limiga topshirdi. Ayni paytda boshlang'ich ta'lim yo'nalishining 3-bosqichini tugallagandi.
Sharosni Tursunoy xolaning o'zi tarbiya qilgani uchun unga mehri bo'lakcha edi. Tannos kelini Dilorom qizni qaynonasiga tashlab istagan joyiga ketaverardi. Sharos buvi tarbiyasini olgani uchunmi yo ko'p kitob o'qigani, bilimli qiz bo'lgani uchunmi onasidan keskin farq qilardi. To'g'ri aytasan qizim. Mabrura, bu pulga suv chiqarsakchi, mahalla boshidan suv tashib kelmaysan. Shu mahal ostonaga qadam tashlagan Sherzodning ovozidan hamma cho'chib tushdi. Oho, aya, boyib ketibsizmi? Aytmaysiz ham. 3 ayol erkak tomon o'girilishdi. Sherzodning esa ko'zlari xontaxta ustida turgan bir dasta pulda edi. Sherzod xontaxta yoniga cho'karkan, qo'lini pulga uzatdi. Xazina topdinglarmi, aya? Dedi onasiga istehzo bilan kulib qararkan. Va alaykum assalom. Nima balo? Pul aqlingni olib, onangga salom berish ham esingdan chiqdimi? Sherzod kuldi. Onam, bu pul qurg'ur shunaqa narsada, magnitga o'xshab o'ziga tortadi. Yaxshi o'tiribsizmi? 2 kundan buyon Charosni chaqirganingizga tinchlikmikan deb chiqqandim. Dedi o'g'il onasiga yelka tutib qo'yarkan. Aka, yaxshi yuribsizmi? Past ovozda so'rashdi Mabrura ham. Aka bosh silkib qo'ydi. U akasini bir haftadan buyon ko'rmagandi. Bir hafta avval ko'cha boshida muyulishda ko'rishgandi. O'shanda Sherzod Nexia'sida uning yonida to'xtadi. Yaxshimisan? Ayam yaxshilarmi? Degancha o'tib ketgandi. Mabrura mashina ortidan ko'tarilgan changga qaragancha ko'zlarida miltillab yosh paydo bo'lgandi. Ayol akasini juda yaxshi ko'rardi. Bolalikdan unga suyanib kelardi. Kichiklik paytida Sherzod singlisining himoyachisi edi. Mabrura ko'p kasal bo'lardi. 3-4 yoshda tutqanoq tutib qolardi. Onasi dalaga ketgan paytlarda Sherzod unga parvona bo'lardi. Otasi bilan onasining munosabatlari yaxshi emasdi. Dadasi ko'p ichardi. Keyin onasi bilan janjallashishardi. Baqir-chaqir Mabruraga aks ta'sir qilardi. Tutqanog'i tutib qolardi. Bundan qo'rqqan aka shunday paytlarda darrov singlisini yetaklab ko'chaga chiqib ketardi. Janjal tinib, onasi kalta kiygan, otasi hurillab uxlagan paytda ichkariga kirishardi. Biroz ulg'aygach, tog'asi rahmatli Tursunoyni o'rong'ich, ichuvchi erdan ajratib oldi. Mana shu hovlini olib berdi. Mabrurani ham davolatgan bo'lishdi. Qizning tutqanog'i o'tib ketdi. Lekin u biroz g'alatiroq ko'rinardi kishi ko'ziga. Sherzod ulg'aya boshlagach, negadir singlisidan uyala boshladi. Do'stlarining yonida uni ko'rsatmaslikka urinardi. Mabrura sokin qiz edi. O'ti yuvosh, xalq tilida aytganda mero'roq bo'lib qolgandi. Gapirmasdi. Ba'zan soatlab bir nuqtaga tikilib qolardi. Kimdir gapirsa ham eshitmasdi. Bolalikda himoyachi bo'lgan aka keyinchalik qondoshdan uzildi. Mabrura esa akasini o'sha paytda qanday yaxshi ko'rgan bo'lsa, hamon o'sha tuyg'ularni his qiladi. Biroq osmon olis, yer esa qattiq. Tursunoy xola Sherzodga bir yaxshi odam pul berib ketganini aytdi. Nima qilishni o'ylashayotgani orasida suv chiqarmoqchiligini ham qistirib o'tdi. Yaxshi o'ylabsiz, onam. Bo'ldi. Pulni menga beringlar. O'zim odam topib, shu yerdan quduq qazdirib, suv chiqartirib beraman. Bu pul yetmasa ham kerak-ku. Mayli, yetmaganiga o'zimning yonimdan qo'shaman. Degancha pulni oldi. Tursunoy xola Mabruraga qaradi. Singil akasiga ishondi. Indamadi. Faqat tezroq bolam, dedi ona o'g'lini shoshirib. Xo'p, yur Charos, onang chaqirayotgandi. Bo'p, yaxshi o'tiringlar. Degancha Sherzod pulni olib, qizni ergashtirib chiqib ketdi.